Dilmurodjon aka. Dilmurodjon aka. Farhodjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chachchaman. 1 gektarlik ferma. 1 gektarlik ferma. Xususiy bozor. Xususiy bozor. Nechta keldi bugun? Bugungami 500 ta. Akalar 500 bosh. Xususiy bozorimizda sovliqlarda udallaridan kelibdi. Mana qaranglar. Bu tomonlarimizda ham akalar lakit peshanasidan silab turasizlar. Xudo xolasa sizlarga Qirg'izistondan optim olib kelib tarqatadigan xohlasalaringiz baza, xohlasalaringiz zavod deylar. Sizlarga o'ta go'zallardan ko'rsatamiz. Dilmurodjon aka. Voho! Farhodjon qori. Ha 1 gektarlik ferma qilib yuboribsiz. 1 gektarlik ferma bo'ldi. 1 gektarlik bozor, 1 gektarlik ferma bo'ldi. Osiyoda shu bo'lib ketdi. Osiyoda shu. Kelgan odamlar ham bor, kelishganlar ham. Haligi videodagi ferma mashina 1 gektarlik xususiy bozor deyishyapti. To'g'risi gapda. Endi bitta narsasi bor-da aka. Narxda arzon chiqarayotganingiz uchun, narxda arzon qo'yayotganingiz uchun savdo yuryapti. Savdo yuryapti. 2 gektar qiling, narxi baland bo'lsa birov kelmaydi. Birov kelmaydi, ha, to'g'ri gapingiz. To'g'risida Dilmurod aka. Narxi yengil, to'g'ri. Dilmurod aka yana maqtayapti-da, bugun videomizda narxlar Yo'q. ko'tarilib ketib qolmaydimi? Yo'q, ko'tarilib ketmaydi. Narxlar xudo xolasa sensatsiya bomba narxda bo'ladi. Xo'p. Bishkekdan kelgan qo'ylarimiz bu Jallobodda talassi qo'y emas, mana bilgan odam biladi qo'ydi. Qo'ydi to'planlar, yigitlar aqabaqa haydamizlar. Ha, Jallobodda talassi qo'y emas. Xo'p, yoshlari Farhodjon. Xo'p, asosiysi. Asosiysi yoshlari. Beyda 60 qo'y yo'q. Aldansen ham Yoshga aldan deydi. Aldansen ham yoshga aldan deydi. Mana akalar bitta baho beringlar. Uzunligini ko'ring, sovliqlarda bo'y bastini ko'ring. Bo'y bastlari adashmasam 90, 85. Ha. 85 dan baland. Mana shu qo'ylarni bo'yi 85 dan baland mana shu qo'ylar. 90 aka. Bitta narsada mana shu qo'y. Bo'yini plus minusga beramiz. Bo'ldi, bu material bitta narsada 2 o'ndan cho'zib turib bo'yini baland qilib qo'yolmaymiz. Yo'q, qilib qo'yolmaymiz. Yo'qmasam bir urib kichkina qilib qo'yolmaymiz. Qilib qo'yolmaymiz. Mana shu holat. Yoki masalan, mana menga qaradingda tishini bir urib sindirib turib 2 tish qo'yib qo'yolmaymiz. To'g'rimi? Birinchi o'rinda. Bu 2 tish, 4 tish qo'ylar bular. Yoshi yosh qo'ylar. Akalar, lekin ko'ryapsizlar-ku, yakkalab ikkita chiqarib palon pul qo'yib berishyapti. Yo'q. Akalar narxini yengil qo'yib beradilar. Narxini yengil qo'yamiz. Soni nechta? Soni 60 ta Farhodjon. Birinchi partiyasiga 60 dona. Birinchi partiyasiga 60 dona, keyin undan keta 50 ta, 60 ta, 40 ta qilib qo'yaveraman. Etap. 500 ta bor. Ha, 500 ta bor. Bir nech partiya chiqaringlar, video cho'zilib ketmasligi uchun. Nima deysiz? Yo'q, hammasini ko'rsatamiz. Hammasini ko'rsatamiz. Hammasini olib chiqib ko'rsatamiz. Bo'ldi, hammasini ko'rsatamiz. Gap yo'q. Qarang Dilmurodjon aka. Hop. Nech pul deymiz mana puli? Hop, hurmatli obunachilar, videoni boshida aytib qo'yay. 3 million 500 ming so'mdan ham qo'ylarim bor. 3 million 500 dan. 3 million 500 ming so'mdan irg'achi qo'ylarimiz bor. Cho'yni yaxshilab damlab, ko'k cho'yni damlab turib, YouTube'ni qo'yib, chiroyli qilib, Farhod Uz kanaliga kirib tomosha qilinglar. To'g'ri, cho'zilib ketishi mumkin, nimaki qo'y ko'p, ilojini boricha cho'zmaymiz videoni. Narximi sensatsiya qilamiz Farhodjon. Ketdi mana. Bu 1000 dollar qo'ymaymiz narxini. Men lekin arzon qo'yaman. Nech pul berasiz mana shu qo'ylarimiz? Qirg'iziston Bishkek sovliqlarimiz. Qirg'iziston Bishkek sovliqlar. Mana ishlarni ham ko'ring. 2 tish. Bu qo'limga kirgani bu. Libini ushlab ko'rsataveraman. Joni sog' bo'lsin. 4 tish. Professionalni olib kelsin. Professionalni olib kelsin. Zoomnoyni olib kelsin. Zoomnoyni olib kelsin. Shuni ko'rsatib terib. Shuni ko'rsatib terib olishaveradi. Mana shu qo'y. Mana shu qo'y. Endi nech pul beramiz? Bir joyga 60 tasi ketyapti mana. Bir joyga 60 tasinimi, Farhodjon? Bu qo'yni o'zim kelgan hardarlarga o'ylanib qo'yapsiz. Kelgan hardarlarga 9 milliondan narx aytib turdim-da, to'g'risi gap. 9 milliondan narx aytib turdim. 9 million desam ko'tarilib ketadi deyasizlar. Lekin mana shu qo'ylarni mana shu qo'ylarni bor-ku, mana shu qo'ylarni bozor ushlagim, ulim. Bozor mana shu qo'yni 10 milliondan kam narx aytsa, mana aytaveringlar, kim bu shunday qat'iy nazar. 10 milliondan kam aytmaydi. Mana tishi, Farhodjon. Mana 10 milliondan kam aytmaydi mana shu qo'yni. Mana bu qo'limizga kirgan qo'y. Bittasi 2dan 4 ga o'tyapti. Hammasi mana shunaqa. Bitta ham 6 kishi yo'q qo'ydi. Dilmurodjon aka. Ha. Yarashmaydi aka, 1 gektarlik fermaga yarashmaydigan narx qilyapsiz. Bo'yini qarang, tank qo'y. Qo'yni qarang, tankka mana. Birorta qo'ra bo'sh bo'lsa olib kirib boqaylik bo'lmasa. Yo'q, sotamiz buni. Aka, obunachilar sizni izlab kelyapti, o'sha yerdan Toshkentdan kelyapti, Qashqadaryodan kelyapti aka. Uzoqlardan kelyapti. Qirg'izning qo'yini boqaman deb. To'g'ri. Buxorodan shu bugun ham Buxorodan ham kelishdi. Ertalab kelib, 30 tasini savdo qilishdi. Men 30 ta qo'y sotdim. Buni ichidan sotmadim. Sal kichikroqdan sotdim, 30 tasini Buxoroga yo'lab olib ketishdi. Xudoyimga behisob shukr, undan keyin ham 2-3 ta 5 sotyapmiz. Bitta dangal bo'lib,
Ha. Mard bo'lib aka. Xo'p, Kelishtirib bering obunachilarimiz. bo'ldi. 9 million so'm. 9 million bo'lmaydi aka. Ey, Dilmurodjon Ha. aka. Men tanlab olishga deganim, men buni Ha. ichidan zo'rini. Xo'p, O'pdim 60 tasini bir tortarga so'rayapman. o'zi bir tortarga ham yaxshi narx aytilyapti 9 milliondan. YouTube kanallarga, Yo. Instagramlarga qo'yilyapti. Yo. Bolalar qo'yishyapti. 10 milliondan qo'yishyapti. Baland aka. Uni demanglar baland. Baland, realniy baland. Hurmatli obunachilar, haqiqatan ham balandmi? Baland. Bo'ldi, baland bo'lsa 500 mingdan o'tdim. Qori, 500 mingdan o'tdim. 8 million 500 ming so'mdan. Nima deydilar? Rasparadashi bilan. 8 million 500 ming so'm. Balandlik qiladi 8 million 500 dan. Uni demanglar endi biz ham chap paydo qilaylik. O'sha O'y. har doim 1 kilo go'sht pulini paydo qila olmasa biz ham ozgina paydo qilaylik, bir 500 ming. Ya o'sha ozidan ozi yaxshimi? Dilmurodjon aka Hozir bunaqa yaxshi. narsada aka qarangda. Ha. Siz arzon sotayotganingiz uchun Mhm. savdogari ham, dehqoni ham kelyapti. Kelyapti. Endi to'g'rirog'i meni hunarim, meni deylik, meni vazifam maqtab ketish, pulimni olib Maqtab, ketish. ha, pulni olib ketish, To'g'risida to'g'ri. aka, To'ppa-to'g'ri. sotsangiz ham, sotmasangiz ham pulimni olaman ketaman. To'g'ri. Lekin mana uni chiqarganimizdan keyin olgan obunachilarimiz Farhodjon rahmat, arzon chiqarding, oldin baraka top. Ha, oldin bir. Siz ham telefon qilib Farhodjon ukam rahmat sotdim, siz Sotdim. xursand bo'laman. To'ppa-to'g'ri. To'g'rimi? Bo'ldi. Endi bitta narsa, olgan obunachimiz Farhodjon mana shu qo'ylar zo'r ekanu, qimmat topib oldi desa ham bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri. Endi bitta narsa, Ha. savdogarlarga ham yoqmayman. Ha. Nima aytki, savdogarlar ham olib foydalanyapti, u ham foydalanyapti deganimda, dehqonlarimizda ham mingina bo'lyapti. Uni to'xta deydi, borib undan o'zidan olganim yaxshi degan narsa kelib olib ketyapti-da. To'g'ri. To'g'rimi? Endi bitta narsa. Endi tan olib aytasiz. Savdogari kelib bir tortarga berasan, yo bo'lmasa o'rtasidan tayoq tashlab olaman desa, doim sizdan olib ketadi-da, arzon berasiz. Yo, arzon berasizmi dehqonga bergandan? Dehqonga bergandan arzon beraman. Ha, ana. Mana shu bo'ydan savdogarlari bor, bo'ydan savdogarlar 10 ta 12 ta har hafta olib ketishadi. O borib qori bolalarda, mana videoni agar ko'rib turishgan bo'lsa, rost gap. Olib ketishadi, foyda qilishyapti. Aka, bitta narsa. Qo'ying, kim qatdan olib ketgan indamay, tirikchilik, hammani har qatdan olib ketadi. To'g'ri. Endi aka bu safar bugungi videomizda savdogarga beradigan narxingizda dehqonga ham berasiz. Bo'ldi. O'ting endi narxda. Yana 8,5 dan ha? O'ting aka. 100 dan o'taman. Aka 7 million. Va qo'lingizni bering. O'tdim 500 ming so'mdan yana. 8 million so'mdan bo'ldi. 8 million ham demaysiz. Uni demanglar endi. Yo, 8 million ham demaysiz. Ha. 8 ni pastida bo'ladi. 8 pastda bo'lish Ha. kerakmi? Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Sizlarda obunachingiz uchun, hurmatli xalqim uchun. Xalqim uchun yana 100 ming so'mdan o'tdim. 7 million 900 ming so'mdan rasprodaja. Barakasini bersin. Bu Bor boshqa gap. Ha, 7 million 900 ming so'mdan ketdi. Akalar, ko'ringlar. Mana sizlarga 90 santimetrli sovliqlarimiz 7 million 900 ming so'mdan. Kelasiz, mana tayoq tashladingiz. Tayoq 10 tasi 15 tasi ajradi. Ha. O'pdim narxda. Optim narxda. Ketdi. 10 tasini masalan, mana shunday haydasangmi? Mana qarab turing. Mana hojim qarab turing mana. Nechta bo'ldi mana shu qo'y? 10 tadir, 12 tadir, sotaveraman. O'pdim narxda. Optim narxda mana shu shag'rim Tanlab olsachi. Ammo tanlab olsa ozgina plyus minusi bor. Tanlashlarga Ha, qarab. mol dunyo emas. 2 100 so'm. 200 ming qo'shadi, Luboy tanlaydi. 2 100 so'm qo'shsadi, tanlab olishaveradi. Jon sog' bo'lsin. Akalar, Ana sensatsiya. 200 ming so'mdan qo'shasiz, yoqqanini olib ketaverasiz. Dilmurodjon aka, Labbay. obunachilarimiz ham maza qildi. O sotildimi uni? Ketyaptimi? Ha, u qo'chqar bitta qo'chqar sotildi, Buxoroga sotildi. Hozir tashlab keladi. Shopirga tashlab Ha, keladi. shopirga tashlab keladi. Barakasini bersin aka. Buxoroga sotganmiz. Olganga ham, sotganga ham. Sotganga ham. Keyingilarni olib chiqaramizmi? Keyingilarni ham olib chiqamiz, xudo Ular xohlasa. ham boramiz. Ha, ularni qilmaymiz. Aytyapman 3 million 500 ming so'mdan ham sog'liq qo'ylarim bor. Ular ikkinchi partiya sovliqlarimizni olib chiqdik. Akalar, 500 bosh sovlig'i bor. Hozir qo'rani aylantirib hamma sovliqlarimizni ham ko'rsatamiz akalar. Lekin sifatiga bir qator uzunligiga ko'ringlar akalar. Sovliqda o'ta zo'rlari kelyapti. O'ta zo'r. O'zlaringiz bilyapsizlar, bunaqangi katta ob'yomda, katta partiyada faqatgina 1 gektarlik xususiy bozorga, ya'niki Dilmurodjon akamizning qo'ralari kelyapti. Akalar, emotsiyaga berilishi, baqirib syomka qilishim, maza qilaman akalar. Mana shu chorva sohasiga, chorvaga qiziqishim o'zimni katta bilasizlar. O'shini hisobiga ham maza qilaman, obzor qilib aka. To'ppa-to'g'ri. Hamma o'zini yaxshi ko'rgan ishini, bilgan ishini qilsin. Bilgan deydi. ishini qilsin deydi. Endi qarang Dilmurodjon aka. Chorvada ish ketdi. Puli ko'p milliarderlar ham bor-ku. Hmm. U hashamatli hayotdan zerikdi. Hmm. Hamma oddiylikka o'tyapti. Oddiylik o'tyapti. Halovat bor. Halovat bor. Aka, halovatni Halol. pullamaymiz. To'ppa-to'g'ri. Bizni tirikchiligimiz ozma-oz qolsa, o'sha milliarderimi, dehqonimi, kambag'olimi beramiz aka. To'ppa-to'g'ri. Bitta narsa, sizga kelib bitadigan narsa. Puli bilan qo'yga mehr bergan inson bassiz. To'g'ri.
Nechtasi keldi, nechtasi ketdi? Ha, nechtasi keldi, nechtasi keldi. Soni nechta endi aka buni? Buni 50 ta soni, Farhodjon. Soni 50 dona. Ha, Mashaalloh. Akalar, uzunligi 90 plus minus, bo'ylari 90 gacha bor. Lekin 85 ga beramiz. 85 ga beramiz. Material emas. Bir cho'zib katta qilib qo'yib, bir urib kichkina qilib qo'ygani. Yoki qaychida 40 katta kichik qilib qo'ygani. To'g'ri gap. To'g'risida Dilmurod aka. Ha, конечно, ya. Bori shu. Bori shu. Undan ko'ra ustida kelib ko'ring. Bir qop kartoshka yoki 2 qop piyoz olganingiz yo'q akalar. Yo'qmasam 2 ta tarvuz yoki 2 ta qovun olganingiz yo'q. 20 ming 30 mingdan akalar sovliq olyapsizlar, qo'y olyapsizlar, kelajakka bor narsa olyapsizlar. 1 so'm pulim 2 so'm bo'lsin deb olyapsizlar. 1 oy, 2 oy, 3 oy pul to'plab olyapsizlar. Akalar, ustiga kelib olinglar, zo'rini olinglar, mana akalar, optim joyini olinglar. To'g'ri. To'g'rimi aka? To'g'ri, конечно. Optim joyda tabii. Aka, bitta narsa. Savdogardan boshlayman. Savdogar, oddiy misol mana shu sovliqlarni olib kelib olish uchun qancha pul tiqib, qanaqa riskovat, Mekka kelgangacha qanaqa ninani ustida o'tirganingizni o'zingiz bilasiz. To'g'ri. Halovatingiz bo'lmaydi. Ha, oson emas bu. Endi bir tomoni. Endi tangani ikkinchi tomonini ko'rsak, buni olgan dehqon odamlar ham aka. Bunday qilib, tillab, mehnatiga oladi. Mehnatiga olyapti. Kuyib qolmaslik kerak. Kuyib qolmaslik. To'g'rimi aka? Hayi, narx-navoni yengil qilib beryapmiz. Xudoyimga behisob shukr. Mana 2008-yili shu qo'yni ichiga kirganman. 18 yil bo'lyapti-da. Mashalloh. Ha, 18 yildan beri shu qo'yni ichida yuribman. Yomon bo'lganimiz yo'q. Shu qo'yni orqasida. Baraka. Ha, jannatdan chiqqanligi uchun Parvardigoriga ham Xudoyimga behisob shukr. Ha, yaxshi kasb tanlagan ekanmiz. Yaxshi hunar tanlagan ekanmiz. Dilmurod aka. Labbay. Yosh qanaqa? Buni 6 tishi yo'q. Ikki tish, 4 tish. 2 tish, 4 tish. Gap so'z yo'q. Hammasi 2 tish, 4 tish. Bo'ldi, hisob. Endi qarang, sonichi? Soni 50 ta. 110 ta qo'y chiqarilyapti, ikkinchi partiya. Hozir ikkinchi partiya 110 ta. Mashalloh, mashalloh. Akalar, narxini aytib qo'yaylik. Necha pul qilib berasiz mana aka? Buni narxi nima? Xo'p, hozirgi qo'ylarim bilan o'zi pashti baravar qo'y. Endi ko'p qilib hammasini haydab chiqarganimda ham bo'ladi. Mana 110 tasini sotdim 7 million 900 ming so'mdan deganimda ham bo'laveradi. Lekin anaqa qilmayman men. Dilmurodjon aka bitta gap. Yengil-yengil qo'yaman ha. Ikkovini qo'shib yuborsangiz ham bo'lardi. Bo'laveradi. Lekin bitta narsada ikkinchi partiyani arzonroq qilaman deb. Arzonroq qilaman. Eta ariqroq, ko'zingizga kichkina ko'ringanda ikkinchi partiyaga ajratib adden tan olish kerak. Tan olish kerak. Endi narxini tushirmasak bo'lmaydi degani. Narxini tushiramiz, ha, to'ppa-to'g'ri gap. Necha puldan qilib berasiz aka? Narxini Farhodjon video ham cho'zilib ketyapti. O'zi birinchi videomiz ham 8 minut bo'lib ketdi. Kirishtirib, arzon-arzon qilib qo'yayin, ha, ketaveradi. To'g'rimi? Xo'p, 200 ming so'mdan kam berayman. Yo'q, Dilmurod aka. Ha. Undan qarang. Hozir 200 ming so'mga deylik, yarim qopdan oshiq makka beradi. Hop. U yarim qopdan oshiq makkani bitta qo'yimiz 1 oy yeydigan bo'lsa, etlanadi, semiradi, lekin birinchi partiyaga qo'yga bo'ladi, to'g'rimi? Lekin 1 oylik mehnati dehqonni zoya ketadimi? Undan ko'ra 200 ming qo'shib turib, ichidan nari kattalarni olgan yaxshi emasmi? Ammo shunaqa ham. Siz undan o'tib berishingiz kerak, ey! Aka. Bo'ldi, 300 dan o'tdim. Yo'q, 300 dan. Farhodjon menga qarangda qo'lingizni beringda. Babi o'tib yurasiz. 7 million 500 ming so'mdan, 7 million 500 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab ketdi bu ham 50 tasini olishga. Hammasini olganga 7 million 500 ming so'mdan. Aka, men yana o't deyman-da. O'sha yana o't deysiz. O'shancha aytyapman. Hurmatli obunachilar, mana 24 soat shu telefonimiz yonib turadi, lokatsiyalarni tashlaymiz. Bemalol, xotirjam kelaveringlar. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Bu aytgan narxda hech qachon sotilmaydi. 50 so'm o'tarimiz, 100 so'm o'tarimiz, o'tib beramiz. Gap bo'lishi mumkin. O'zlariga o'tasiz. O'zlariga o'tamiz. Gardgan bo'lib. Gardgan bo'lib o'tamiz. Barakasini bersin. Akalar, kelinglar. Xudo xolasa, mana shu partiyamizni 7 million 500 ming so'mdan yana kami ham bor deb qo'ydik. Yana kami ham bor. Barakasini olib qo'ydik akalar, kelaverasizlar. Savdosi bor. Hech qachon aytilganiga sotilmagan, hech kim aytgani bo'lib qolmagan. Akalar, 1 gektarlik bozorimizda 1 gektarlik fermamizda narx aytilgani bo'lmaydi. Bularni sotish kerak, bundan keyingi partiyalarni olib kelish kerak. Bundan keyingi partiyalar olib kelish kerak. Hali tepada ancha qo'yimiz turibdi. Olib qo'ygan, to'g'ri. Sekin-sekinda xolos o'tib keladi. Barakasini bersin. Bular qamoqamiz. Ha, bo'ladi, qamoq. Keyingisini olib chiqamiz. Olib chiqamiz. Ot aka. Ha, ko'rdim. Oho, Farhodjon. Yana savdo avjida-yu, ha? Yana savdo avjida xolasa. Xudo xolasa, qayerga baraka bo'lyapti aka? Xo'p, bular Xorazmga. Xorazmga baraka bo'lyapti. Aka, qarang. O nari tomonda hozir ham bitta ketdi Xorazm bor. Qo'lni bering. Obunachilarimiz bo'lsa, ishlarni bitirib bering aka. Sotildi o'zi $1000 dan qo'chqor. Sotildi o'zi. Sotildi $1000. Barakasini bersin akalar. Mana shu qo'chqorlarimiz urug'liqqa, arashallar, oq yuz, garbanos. Mana.
Bu Qo'chqorda. qo'z bo'lsa kerak. Bu tushimizdimi? Tushimizda. Mashallah. Tushimizda. Qo'zilikdan ikki tishga o'tibdi Ha, akalar, o'tdi. to'ldirgani yo'q. Bunisi ham. Ikki tish jonivor, o'tibdi ikkovi ham. Chista o'sha 5 gektar arashan qo'yaman. Barakasini bersin aka, bozoringizni bersin. Aytganingiz. Akalar buyurim nasib qilsin. Bir qo'ra qo'y bo'lsin iloyim. Aka, Davom ettiraveramiz o'zimiz. Ketdi olmasin. O'zi 1 gektarlik fermada xaridorlar doim to'la bo'ladi. Ba'zilari bag'da, ba'zilari bag'da, ba'zilari naryoqda. Qo'y ko'p, vibir ko'p. Vibir ko'p. Tanlanaveradi-da aka. Tanlanaveradi. Bitta savol qiynayapti, voy Dilmurod aka. Ha, nima savol qiynaydi? Hozir qarang. Ha. 5 ta obunachimiz yoki 6 ta obunachimiz birdaniga kelib qoldi. Hop. Boshqa joylardan. Ha. Qaysi biriga qanaqa qilib ulgurasiz? Ba'zi bu qo'rada, ba'zi u qo'rada bo'lsa. Endi biz odamimiz ko'pda sotadigan odamlarimiz bor-da. Mana shu bolalar hammasi ishlaydi. Mana shunda 6 ta bola bor, to'g'risi gap-da. 6 ta bola bor. Klientga qaraydigan 6 ta bola bor. Klientga qaraydigan, uni qiladigan bolalarimiz bor. Mana bu bolalar dastlabchi bolalar mana. Mana mashinalari. Ama tanimagan odam yo'q, o'zi Ha. ponni hamma taniydi. Taniydi, dastlabchi bolalar bular. Xizmatlar bor-da. Gap Endi yo'q. shuncha odamga Akalar, berilib qo'ygan. xudo xolasa kelaverasizlar. Endi aytmoqchimanki, aka, ko'pchilik xaridor kelib qoladi, katta joyda baribir aka. Ha. Masalan, bitta biz bas, Ismoiluz bor masalan, qadrdonimiz, Ismoiluz bor, chiqaradi. Ay, Chorva olam, ko'p bloger akalarimiz bor. Hayot bor. aka mana Ha. hamma kanaldan chiqqan Hayotliklar klientlar bor, ha. kelsa, hammasi masalan bozor ko'p olamiz. odam keladida, kelsa, haligi boshqa odamga qarayotgan bo'lsangiz, bitta odamga qaramay qolsangiz, dili og'rib qolishi Ha, mumkin. ko'rinib, Demoqchiman-da. O'shuning uchun sotuvchini ko'paytirib, hammani ko'nglini birdek olishga harakat qilishimiz kerak. Mana hozir shu şeyda biz syomka qilyapmiz. Mana sotuvchilarimiz bor, hozir ham ko'rdingiz. O'zlari savdo qilib, baraka qilib olishdi, Gap boshqa yo'q. qilishdi. Aka qarang, 3-partiyasi. Aha. An'anaga muvofiq aka. Ha. Qo'rada hamma qo'yni kirib ko'rsatamiz. Va bitta Bo'laveradimi? Bo'laveradi. Gap yo'q. Buni soni nechta? Buni soni 40 ta. 40 ta sovliq. 40 ta sovliq. 2 tish, 4 tish. Bular 2 tish be hammasi yarishga bular. 2 tish. 2 tish bular. Tug'magan hali. Yo'q, tug'magan. Xudo xolasa akalar tug'magan deyaptilar. Endi ichida 4 tishi bo'lib qolishi mumkin. Endi bitta ham bo'lishi mumkin. Endi 500 ta qo'ydi, hammasini o'zini ochaman, naqalda o'zini ochib chiqmayman. To'g'risi gapda. Imkoniyati ham yo'q. Imkoniyati ham yo'q. Endi 2 tish, 4 tish ko'rib tekshirib olaverasiz. Ko'rib tekshirib olaverasiz. Bo'yini qanchaga beramiz aka? Bo'yini beramiz, bularni ham bo'yini 75-80 ga beraveramiz. 75-80 ga. 85 deyin. 85-90 bular bo'yi. 75-85 ga beravering. Bo'pti, 75-85. Xursand bo'ladi. O'rtada 10 bor, 75-85. To'ppa. Material emas. Qarang. Maqtashimiz kerak yo'q. 85-90. Nima aka? Ha. Asosiysi Ha. Asosiysi mana bu. pulida. Endi men ham qo'y ko'p. Men ham adashib ketaman-da, gapirib charchayman-da men ham. To'g'risi gap. Ha, pulini bo'ldi, pulini aytaman. Hurmatli obunachilar uchun 7 million so'mdan rasprodaja. 7 million so'm. 7 million so'mdan rasprodaja. Ha, mana xaridorlar kelib turishdi. Xudoyimga behisob shukur. Aka, 7 million bas endi. Ha. 7 ni pastda qilamiz endi. Hammasi bir joyga kelsa. Bu yarishga ekandim, narx ko'tarishdi. O'sha kerak yo'q. 7 million zo'rna. Yo, 7 million zo'rna, 7 milliondan oshiq qo'yilyapti bu narxlar, to'g'risi. To'g'ri, aka. 1 gektarlik fermadamizmi? Bo'ldi, gap Xususiy bo'lsa, bozordamizmi? cho'zilib ketyapti deydi. Odamlar ko'rmay qo'yadi. Haligi masalan cho'zilib ketsa. Aka, narxini arzon bersiz, 1 soat bo'lsa ham ko'riladi. Meni o'tqizsa video o'tadi, narxini aytgan joyingizni ko'radi, qo'lni bering. Narx tushiraveraylik. 6 million 900 ming so'mdan ketdi mana. 6 O'zbekiston million bo'lib. 900 dan bir joyga olsa. Bir joyga olsa ketdi Qarang, mana. barakasini bersin. Kelyapti. Hop. Hamma ham o'pti bo'lgan imkoniyati yo'q. Yo'q. Mana haydab 4 ta 5 ta o'tdi mana. Mana shunimi? Sotaveramiz 6 million 900 ming. Optim narxda ketaveradi. Optim narxda ketaveradi. Tayoq tashlasa ketaveradi. Ha. Ha, lekin tanlab olsa mana. O'sha hozirgidek. 200 ming plus. Olsa demak 200 ming so'm plus Ha, bo'ladi. ikkita 100 so'm plus xolos shu. Dilmurodjon aka an'anaga muvofiq. Hop. Qarang, 500 ta qo'y bor dedik. Ha. Hozir qo'ramizda hamma qo'yni narxini birma-bir ko'rsatamiz. Birma-bir ko'rsatamiz. Ketdimi? Ha, 3 million 500 ming so'mdan qo'yim bor, shuni ham ko'rsatamiz baribir. Ketdi bo'lmasa boshlang. Ketdik, boshladik. Mana akalar 1 gektarlik fermamizga sarguzasht, ya'niki sayohatimiz boshlandi. Boshlandi. Hamma qo'yda hozir birma-bir yurib ko'rsatamiz. Ha, mana bular ham qaytib kelishadi. Kelib ketishodimi? Ha, kelib ketishyapti. Akalarimiz ketishgan ekan, mana qaytib kelishdi. Beyda donani yegan chimchiq qaytib keladi. Ohoy! Ha, kelinglar mehmonlar. Eng toza qo'y bizda haqiqatan ham to'g'ri. Eskilar gapi borda, otaydan qozon topadi. Gap yo'q. Kelinglar aka, assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum aka, assalomu alaykum. Yo'q, YouTube kanaliga. Ketdimi qarang? Hop. Qaysidan boshlaymiz? Hop, qo'zidan ko'rsataymi? Mashetdan boshlaylik, ketaveramiz. Bo'ldi. Hop. Mana yerda qo'zilarimiz bor, Farhodjon. Hozir akalarimiz atrofda aylanib ko'rib kelishdi. Ha, atrofda aylanib ko'rib kelishdi. Eng yaxshi qo'shet degan Ha, eng yaxshi qo'y shu yerda deyishyapti.
Mana naqd yaxshilik uchun. Qirg'iziston qo'ylari. Ha, Qirg'izistonda qo'ylar, bular Mana yana qo'zi. akalar xaridorlar kelyapti. Xaridorlar, ha. Bu tomonimizda yana qo'zilar, Qirg'iziston qo'zilari. Qirg'izistonda qo'zilar. Aka charchoqlari chiqmadi, qachon keldi bu? Yo'q, kechqurun yetib keldi bular. Charchog'i chiqmadi, o'zi bilinadi-da. Ha. Bular 4 million so'mdan Farhodjon, video cho'zilib ketmasin. Kami bor, 3 million 800 ming so'mdan. Ha, ana 3 million 800 Ha, ming. 3 million 700 ming so'mdan. 3 million 700. 3 million 700 ming. Barakasini bersin. Bor. Akalar 3 million 700 ming so'mdan mana shu qo'ylarimiz. Bir 80 ta bor. Kelaverasizlar. 80 bosh bor. Mana hoji akalarga hozir bitta qo'chqorni sotdik-ku. Ular Aha. ketishyapti mana. Bularga 1000 dollarga sotdik bitta qo'chqorni. Barakasi. 2 tane. 2 tane hozir 2 2 tane. tane. 2 tane. Katta, ikkinchi qo'yga o'tamiz. Xo'p, mana deyam bular ham puli yengil turg'izib beraverib, o'tmasdan ham shunday ko'rsataveramiz. Bular 5 million 500 ming so'mdan tanlab olishaveradi. 5 million 500 dan tanlab olishga. Ha, sog'liqcha. 5 Olganga million ham, 500 dan sotganga ham barakasi. Katta 5 ham. million 500 mingdan tanlab olishaveradi. Mana akalar. Oho, kelinglar. Mana Kelinglar yana mehmonlar, xaridorlar. masalan, yaxshi Toshkent. turisizlar, yursizlarmi? Xo'p. Mana yerda qoralari ham bor. Qora qo'ylarimizdan ko'rsatib o'tib ketaylik Farhodjon. Bu qaranglar, o'ni yana xaridor akalarimiz keldi. Xaridor. O, savdo avjida endi. Sardor Serap, savdo zo'r. Xo'p. Suyagi, boshqasi zo'r. Bularda ham yosh. Ha, 7 million 500 ming so'mdan kami 7 bor. million 500 dan. Kami bor. O'tar joyi bor. O orqada ham bor Ha, akalarimiz. orqada ham bor. Lekin sig'magan yerga, Bag'da ham bor ha, akalar. sig'magan yerga bu tomonga ham qura qildik-da yangi. Xo'p. Bu tomonda ham. Xo'p, 6 million so'mdan. Tanlab olishaveradi. 6 millionni Ha, tanlab ol. o'tar joyi bor. Buni ham 100 ming, 200 ming o'tib beraveramiz. Xo'p, sog'liqcha bular, sog'liq. Xo'p, mana qo'chqorlari bor. Uyda o'zimda bog' yoqqan qo'chqorlarimni olib chiqdim, sotaman. O'rniga sog'liqda ishlayman. Sog'liqda yaxshi paydo qilyapti. Xo'p, 6 million so'mdan 8 tasini bermadim. Aha. Chicha yursa beraman. 6 million qo'shib berasiz. Ha, 8 ta. Bu qo'chqorni menga Ha. berasiz shekilli. Bu qo'chqor o'sha urug'liqqa qo'chqor. Menga berasiz shekilli Ha. buni. Hozir 1000 dollardan sotildi ikkita. Ha. Ishlaydi bu, bittasi qoldi mana. Mashallah, garbanozda qaranglar buni. Garbanozda ham hamma yo'q zo'r. 10 ta dollarga sotaveraman buni ham. 1000 dollarga. Ha. Mana. Kallasi undan boshqa ekan. Вообще dahshat. Mashallah. Urug'liqqa qulog'i ham butun, hamma yo'q joyida mana. Hozir ikkita sherigi sotildi. Bu qayerdan keldi? Bu ham uyda bog' yoqqan qo'yim, urug'liqqa olib chiqib sotyapman. 1000 dollar. 1000 dollardan. Gap yo'q. Oldiga o'tavering men yo'l boshchi Bo'ldi mana. Akalar kelaverasizlar. O'sha Kelaverasiz. aytganimizdek 1 gektarlik xususiy bozor deysizmi, xususiy ferma deysizmi? Viber asarti ko'p. Ha, bir asarti ko'p mana, qo'y to'lib yotibdi. Mana qo'yda ham aytmadik ham, chiqarmadik ham. Bu ham xuddi shunaqa, 6,5 milliondan kami bor, o'tib beramiz. Buni hozir 6,5 million kami bor. Ha, kami bor. Mana yana bu tomonimizda xaridorlar yana avjida. Bu yerda qo'y qochish marosimi bo'lyapti ekan. Qo'y qochirishmi yo Ha, qo'y sinab olishmi? Qo'y qochirish marosimi bo'lyapti ekan, ana. Bu ham qochgisi kelibdi, kuyib turasa. Indamay turib beryapti. Ha, mana bu yerda ham qo'ylarimiz bor. Bular ham xuddi shunday 6 million 500 ming so'mdan. 6 million 500. Ha, o'tar joyi bor. Optimgada endi ashna aytib keting. Ha, Optimga. Tanlab olsa Ha, o'sha tanlab olsa 200 so'm aqabaqa. gap yo'q. Hop, mana yerda qo'zlarimiz bor Farhodjon mana. Hop, 4 million so'mdan. Qo'chqor qo'zlarimiz. Ya 4 million davom etsin endi. Ha, o'tamiz buni ham. 4 milliondan o'tadigan joyi bor. Ha, 38 dan beraman buni ham. 3 million 800 Ha, ming. 3 million Optimga. 800. Ha. Mana yerda ham qo'chqorlarimiz bor. 8 million, 7,5 million, 6 million ham qo'chqor bor bu yerda ham. Akalar hamma qo'ylarni ko'rsatib ketyapti sizlarga. Qanaqa qo'ylar borligini. Bu tomonimizda-chi? Hop, bu yerda hop 3 milliondan ham qo'zlarimiz bor. 3 milliondan. 5 ta qo'zi bor, 3 milliondan beramiz. 4 ta ekan. Siz eng arzon 3 million 500 deyapsiz-ku. 3 milliondan ham bor ekan-da, endi chiqib qoldi mana. Mana bu mana 3 million 500 ming so'mdan. Yarichkalar. Yarishkilar. Oba. Mana sog'liqni ham bir ko'rsatib o'tib ketavering. Sog'liq bular. Hammasi tirik sog'liq, ha. O, qarang. Mana. 3 million 500 ming. 3 Soni million. nechta? Soni 15 ta. 15 ta ekan? Dilmurodjon aka. 15 ta. Ha. O'tadigan joyi? O'tar joyi bor. U hammasini o'tar joyi bor. Hammasi magazin mashinada bo'lmaydi. Barakasini bersin. Akalar, xudo xolasa mana 1 gektarlik fermamizda hamma yo'g'ini ko'rsatdi. Ha. Mana Qo'ylarni ham, fermani ham. Xudoyimga behisob shukr mana arzon sotganligimiz uchun mana xalq hamma shu yerda mana. To'g'ri. Barakasini bersin. Barakasini. Viber asarti bor. Viber Bozorda asarti bor. qanaqa qo'y chiqadigan bo'lsa hammasidan bor. Hammasidan bor, xudo xolasa. Manzilni eslatib qo'yaylik. Ha, Manzilimiz Namangan Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur arzonchilar, Optimchilar, optimchilar yig'ilgan. Saroy qishlog'i. Kelaverasizlar. Kelaverasizlar. Bozoringiz Xudoyim bersin, barakasini savdoyingiz bersin. bersin.